Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi va ala alihi va barik va sallim. Alloh subhanahu va taolo hamd sanolar bo'lsinki, Alloh subhanahu va taoloning fur barakat va fur ne'mat oyini uni avval rahmatli soatlarda to'xtab biz Alloh toati ibodatini qabul maqbul aylantirsin. Ro'zador odam ikki xil bo'ladi deydilar. Birinchisi yemay ichmay o'zini tiyuriydi, xohishat nafslardan o'zini tiyuriydi. Bu bir oddiy odamning ro'zasi. Ikkinchi ro'za xos deydilar. Yemay ichmay o'zini tiyuriydi. Hamma a'zolarni ham ro'za qiladi ikkinchi odam. Hamma a'zosini ro'za qiladi. Ko'zini ham, quloqini ham, tilini ham hamma zotini ro'za qiladi. Behuda so'zlamaydi ham, behuda gaplarni eshitmaydi ham. Ko'zini ham yetiyotadi nomahramlardan. Bir odam janjal qiljoq bo'lsa ham, men ro'zaman deydi. Ro'zamni xarob qilmayman deydi. Alloh uchun tutdim buni niyati bo'ladi deya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, "Man sama Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Alloh uchun tutgan bo'lsa, iymonan tutgan bo'lsa bir odam, uni ajri fodoshini ham Alloh beradi deb tutgan bo'lsa, Alloh uchun gunohlarning hammasini mag'firat etaylaydi deydilar. Ro'zador odamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, Abu Hurayra rivoyat etgan hadis muborakda, "Manu ummatimga Alloh subhanahu va taolo 5 ta in'om berdi, xususiy deydilar. Boshqa ummatlar bermagan in'omni, ne'matni berdi xususiy. Birinchisi, ro'zador odamni og'zini isi Allohning nazarida mushka ambardan ko'ra yaxshi to'xtaydi degan ekanlar. Ro'zador odam chunki behuda gaplamay, yemay, ichmay yurgan sababli og'zida bir is paydo bo'ladi. Allohning nazarida mushka ambardan yaxshi to'xtaydi degan ekanlar. Ikkinchisi, iftorlik vaqtida qilingan duo degan ekanlar. U vaqtda qabul bo'lishlikda duoni shak shubha Alloh qabul qiladi. Chunki ufilla Allohning zikriya minam behuda gaplamay to'xtasay, Allohning zikriya til o'zini mashg'ul qil to'xtasay. Farishtalar Alloh faxr qilayotgan soat bo'lar ekan-ku, biron lahzani ham tag'ir qilmay to'xtabda, ey farishtalarim, ko'ring meni bandalarimni, biron lahzani ham tag'ir qilmaydi mana. Qachon vaqt furra bo'lsa, iyu ichu olamiz deya tag'ir qilmay to'xtaymiz. Alloh faxr qilar ekan, sizlar guvoh bo'ling, buni gunohlarni kechirdim degan soat bo'lar ekan. Farishtalar Alloh sizlar guvoh bo'ling, bularning gunohlarini kechiraman degan soat bo'lar ekan o iftorlik vaqtida. Yana jannatni Alloh subhanahu va taolo omada qil to'xtar ekan. Shaytonni Alloh bog'lar ekan. Shayton bog'lanadi deydi-ku ro'zay. Alloh turlansi gunohlarni mag'firat etar ekan u bandasini so'ra oxirida. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh gunohlarni kechirsin. Bir zotga ishora berib o'tamanki, iftorlik qilishlikni inshaalloh fazilati ko'p. Iftorlikda bitta xurmo bilan birdan og'zini ochtirsay, bir g'ultum suv bilan ochtirsay, o'sha odamni ro'zasini savobini Alloh sizga nasib etadi. Uni ro'zasini savobidan kamaltirmay Alloh nasib sizga shuncha savobni beradi deydi. Lekin minnati tqimali. Alloh uchun ketirali. Rizoy Alloh uchun rizo sarf etali. Bahlul donani yoniga bir kishi keldida chormag'iz choqib berdim, u Bahlul dona nush qildi, uni yedi. Shunda ketmay to'xtabdi deydi-ki, Bahlul donaning yonidan u chormag'iz choqib bergan odam ketmay to'xtadi. Bahlulga qarab aytdi-ku, "Men ham bir zot umidvor, sizdan bir duo bering menga" degan ekan-da. Bahlul donaga qarab u chormag'iz choqib berib qandan tuyg'izgan odam. Shunda aytgan ekan-ku, "Chormag'izingni choqib berding, shuni chiqqildisini Alloh ish to'xtabdi uni. Alloh uchun berdingmi, bu ketiyu" degan ekan deya. Mana shunga o'xshagan inshaalloh har bir amalni qilsak, Alloh uchun qilali. Alloh bil to'xtabdi, Alloh ko'r to'xtabdi. Zakot berali, xayrat berali. Ro'zador odamni ikkita xursandlik bo'lar ekan. Birinchisi, takror aytaman, iftorlik vaqtidagi xursandlik bo'lar ekan. Ikkinchisi, Alloh Rabbul alamin yoniga borgan fillar qiyomatda
o'rda bir xursandlik bo'lar ekan, ro'zador odamni xursandlik yetgan ibodatini samarasi o'rda. Ha, man sama ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi deydi. Hadisni o'qidingku. Ikkilanchi xursandligi Alloh Rabbul Izzatning olib borgan filla bo'lar ekan, o'rda bildirar ekan. Alloh hammamizni ham toati ibodatlarni qabul maqbul aylantirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.